Siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nabi Jahla. Bugünkü programımızda biz Indoneziyadan qaytarılgan 3 nafar qarindoshimizning ahvoli to'g'risida har birlari bilan bir o'rtoqlashadigan nuqtalar bor. Ya'ni 9 ayning 16 kuni shu vaqtning o'zida bu bolaning jazo muddati to'shqan. Shu kunlar ularni yo'tkab Indoneziya hukumati Xitoy tajovuzchilariga topshirib berganligi tunugun ayna Anqaraga borgan Indoneziya elchixonasiga borgan qarindoshlarimiz tarafidan dalilingan bo'ldi. Rasmiy shaklda hukumatning bir elchixonasi, Indoneziya hukumatining bir elchixonasi tarafidan dalilingandan keyin bularning naq vaqtida javob berolmay oqiga so'zishi hamda dunyoning buning qarta tepkisini bo'lishib beqish uchun biroz bir o'zini chetga olganligidek ahvollar mavjud bo'ldi. Nimishqa deganda bu bolalarni qarlashi, ya'ni Indoneziyadagi Xitoy Indoneziya hukumatiga qarshi Daeshga yetishlik va tashkilotlarning yanida shu tuğay yerda turib qolganligi uchun bu bolalar ustidan Indoneziya hukumati bo'lsin Xitoy topshirgan ma'lumotlarga asosan bu bolalarni ashaddiy shaklda terrorist shaklda bir qarlab etgan ahvollar mavjud. Uning uchun terrorist degan bir tamga zo'rlab urilganligi uchun bu bolalarga buningga mayli kishilik inson haqlari bo'lsin yoki bo'lmasa nupuzliq axborot vositalari bo'lsin buningga aralashmagadek aralashqidek yeri qo'ymagan shaklda bu bolalarni qaraldilik. Bu bolalar shunday shaklda tutilib qolgandan keyin xato shaklda isbot dalillarni to'plab ulini qarlayotgandan keyin biz yana nima uchun u qarlayotganligi gibi ishlaymiz? Bu bolaning Malayziyadan Indoneziyaga kelganligini bilamiz. Indoneziyadan Turkiyaga mangdiganligini ham bilamiz. Bardigan yeri shu Turkiya tursa. Bunday ahvol ostida Xitoy tajovuzchilarining qarlishi bilan u bola mandaqdi, ular bir qarshi turadigan jinoyatchilikni aslining ashadagi tashkilotiga o'xshash tiplik odamlar deb qarlab bersa, shu qarlaganni hisob qilib Indoneziya hukumati Xitoyga teng moslashib bu bolalarni qarlash bilan birga ham 6 yil jazo muddati to'shqan insonlarni yana opirib Xitoyga topshirib berishi bu nayta bir insonlikdan chiqqan. Bugungi bütün dünyani Xitoyning virusi qoplab, shu Xitoy yasab chiqqan, Xitoy tarqatgan virusning bütün dünyani qoplagan, hatto Indoneziyadagi necha ming musulmonning jinni olgan shu virusdan bu yeshilmagan, o'ngshalmagan buningdanmi ibrat olmagan bir hukumatninki qarab turib bir 3 masum bir insonni Xitoy tajovuzchilarining qo'liga berib etdi. Ham berib etib, yana berib etganligidan numus qilib o'zini qochirib jo'di. 2 oy bo'lgan vaqtida oldiga berib, uning bir surishchisi qilgan vaqtida uni o'tiraga chiqib, etete deb oshkorlagan bo'ldi. Demak, 2 oy jarayonida u bolaning hayoti qanday bo'ldi, hayoti qanday tehlikada bo'ldi, hammamiz olib insonlarimizni har xil qalpoq bilan, har xil terrorchi degan nom bilan u bolaning ichki a'zolari va o'zlari qanday holatdagi bir nimaga duchor bo'layotdi qismatlarga. Qarindoshlar, biz haq qarlisun, bizmi qarlab, bizmi ularni oqlashni bilmasak, bizmi qaytarib etsa, nimish qaytarib etsa, 100 million musulmon xalqi yashaydigan bir davlatda sen qo'pab bir uch bo'lgan musulmonni endi xato yerda turib qolganligi uchun bu shaklda berib etamsan. Dunyoning har yerida Sharq Turkiston tashkilotlari bor. Nima uchun shular bilan bir aloqalashib boqmaysan? Nima uchun malaga bir insonparvarlik nuqtasidan qaramaysan? Bu musulmonlikdan gap ochmaydi sana. Sen nima uchun bir insonlik nuqtasidan qaramaysan? Deb nima uchun deyamaymiz qarindoshlar? Voy hayocinimiz bilan hammamiz gurdi, voy tashkilotlarni, voy bu bolani qanday bo'ldi, oq bo'ldi deb WhatsAppda yo Facebookda vaqirab ketdi ekanmiz. Unga buning natijasi chiqqandan keyin ship budan berib etgan bo'lsa alhamdulillah deydi ekanmiz. Qarindoshlar, biz ashuna ishtiqla bir narsaga hayojonlanib, ishtiqla qanchalik tez hayojonimiz qancha tez bo'lsa, suv ketishimiz uchun tez bo'ladi qarindoshlar. Biz
bu ketgandan keyin to'g'ri biz qutulib keladigan bir davlat bo'lish sifatimiz davlatmi o'zining asirga tushgan yoki bo'lmasa tutilib qolgan odamlarni unda apiriblam Amerikami o'zining Choshandagi odamlarni unda qutuldiramadi. Qutuldirolmaymiz. Lekin bu yerda bir masala bor-ku. Bu qanday masala deganda qarindoshlar, bir adam bunda bir odamning bir bunda bir uydagi bunda mushki yoki bunda bir qo'ylar yutib ketsa bunda chiqib izlab boqamiz-ku. Yo, ne ketdi men qo'ylarim? Ne dedi? deb bunda bir o'zimizning mol mulk bo'lganligi bunda qilamiz. Ammo bir qarindishimiz-ku. Xitoyning qanday qilganligini bilamiz. Qanday qilib o'tganligini ham bilamiz. Bunu qo'shib o'zining oila tavobatlari bilan-ku qilib. Ham uch qarindishimizni aytdimi? Aşk üç qarindishimizni şey sazoyi qildirib, xalqimizning ruhini qanday sundirganligini ham bilamiz. Endi biz qanday qila olamiz? Buni bildik. Hayajonlandik. Biz endi qanday qila olamiz? Biz qila oladigan mana shu turli ishlar bor qarindoshlar. Biz buni bo'ldi qilmay biz yo'lliq shaklda, qonunli shaklda o'tirib chiqib, o'zimizning bu ijtimoiy taraqqiyotdagi bir cho'ng qurol bor. Bu cho'ng qurolni ishlatishni bilmaymiz. Yana bir narsa deganda, bu tashkilotlarimizdan qandaqdir bulidan javobgarlikni izlaydigan mana xato ishni qilyapmiz. Tashkilot degan qarindoshlar, beliq, xalq degan bir suv, dengiz, daryo, okean. Mana o'xshasangiz xalqni, ashun ishdagi jonivor beliq yoki bo'lmasa bir kit, dengiz bo'lsa lahang, mana bir narsa bu. Tashkilot degan. O teşkilatның o'ziga tushliq bir qisman doirasi va shu ishni qila oladi. O'zining qo'ldan kelgan ishni qiladi. Ularga yana yukni atayvermay, siz bilan biz xalq bo'lish suhbatimizda men nima ish qila olayman? Qo'limda har aqliy telefon bor ekan, har 100 topimiz bor ekan. Voy hamma ijtimoiy tarmoqlarda Instagram, Twitter, Facebook, banasının hamma Telegram, hamma nimamiz bor ekan. Nima bundan foydalanmaymiz? Başqalarga pishni taqdidiganlar shu o'zining pishnisi uchun xizmat qildirsin. Ma qarindishim, voy mening qarindishim, voy mening yurikim, voy mening u, voy bu deb biz musulmonlarlik da'vatlik qilayotgan bizlar nima uchun shu shaklda o'sib qarindoshlarimizni qutqarish uchun bu quroldan nima foydalanmaymiz? Ketkicha boshqalardan ayb izlash, boshqalardan ko'rash emas, to'xtabdim. Men nima ish qila olayman? Men nima ish qila olishim kerak? Men qanday harakatni qila olaman? Hiç bulmadı kılam da yüzümüz içimizden çıkarıp bir nesini oylayanmasak mı? Başkalar kılağına ägi şey. Ya bulmuş başını kılağına doğray. Yaşını doğray. Diyen şekilde oturuğa çıkışını neymiş bilmeyemiz kardeşler. Bir neçe şekilde bir yazma tayarlap bunu neçe bir tılığı tercüme kılıp kardeşler. Bu ne? Aşu hemimiz kılalığın kardeşler. Google'dan şu turistik devletimizge Indoneziya konsulxanası, elçixanasının adresi, telefon numarı, el-xat numarı çıkıpçu. Telefon oralaydıqalar, telefonları onlar. El-xat yazalaydıqalar, el-xat yazanlar. El-xatның zaten İngilizcesi, Türkçesi, qanday tildeki lazım olsa men tayyor qilib beraman. Men shuni tayyor qilib beraman ve ijtimoiy tarmoqlarga yo'llab qo'yaman. Shu yerdan elab qarindoshlar. Shuni ash o'zingizlar turishlik yerdagi Indoneziya konsulxanası ve elçixanasiga yo'llanglar. Yollanlar bu bir qılalaydigan işimiz. İkincisi ijtimoiy tarmoqlarda aş balalarning hashtag şekilde çıkan resimleri var. Şunu yollanlar. Bir to'rt parchadek surati var qarindoshlar. Şunu yollanlar. Üçüncüsü qılalaydigan, tashkillalaydigan yerdagi qarindoshlar. Azama Xitoy virusi sababli bütün yerler şekilde hareketler cheklanyapti. Ama qılalaydigan yerdagi qarindoshlarimiz belli xat shaklida, mayli internet arasin, mayli telefon orqali olsun bir şekilde, chiroyli şekilde bu qarindoshlarimizni nima uchun qaytarib etganligini, qaytarishning xato ekanligini to'g'riliq deyishimiz kerak. Yana bir nuqta, ashad yana ikki qarindishimiz bor. Biz bunu ilmiy shaklda qilishimiz kerak. O'taran turan vaqiraydigan, adam tillaydigan, yo urib chaqadigan bir unda ish emas. Yo'lliq shaklda ma qarindoshimiz qaytarib etganning xato bo'ldi. Sizning hukumat xato qildinglar deb ayada yani iki qarindishimiz turmada bir yil vaqti var. Ulni qandaq shaklda ilib chiqish va ularni vaqtida qo'yib berish muddatdan burun. Anan deguncha ularni boshqa uchinchi bir davlatga, Xitoydan boshqa bu muvofiq bir davlatga o'rlashtirishga, ularning shaklda moslashishni qo'lga keltirishimiz kerak. Shunday qilgan vaqtimizda biz
işimizni to'g'ri puxta qila olgan bo'lamiz qarindoshlar. Anandan keyin bizning bu harakatimiz qanchalik manfaat qilar, qanchalik unumi bo'lar, qanda bo'lar deb bu unumini, buning foydasini, buning nimasini bek izchil turda surishtirib nima qilib ketmaylik qarindoshlar. Bizning qila oladigan ishimiz qarindoshlar, bizning mushu vatanni qutqizish uchun, vatanning mustaqilligi uchun Nemrut'un o'tini o'chirishga atlangan, İbrahim Aleyhisselam'ni kuydirish uchun aşı yaqqan Nemrut'un o'tini o'chirish uchun mayli qalg'ash olsun, mayli hasalarisi olsun, mayli qaysi şekilde gibi hayvanlar o'zining kichkina imkoniyaticha og'ziga bishtimin su, bishnaginasini kuydirib mangdichu. Biz Sharq Turkistonni mustaqillik uchun yoki bo'lmasa muajirat bir qarindoshimizni qutuldirish uchun shunchalik ish qila olmaymiz. Shunchalik shu ishni qilishimiz. Dedi-ku ayliq mayli qalg'ash olsun, mayli nima? Shu vaqtda rivoyatni hammanglar bilasizlar. Voy sening o bishtimin suyun o numaratni o'chamdi desa, o'chirishni mening qo'limdan kelmaydi. Amma mening qo'limdan keladigan mush bishtimin suvini ko'tarib ajak olib berish mening mush ish qo'limdan keldi. Men mush ishning o'zidan chiqdim. Men buning uchun Allohning oldida javobgar bo'laman dedi qarindoshlar. Ben ne çıktım desem bunu bazıları düşünemedi. Ma Şarkı Türkistan'ın vatanını müstakil kılış bizden kolumuzdan kelmeydi. Ama bizden kolumuzdan keldiğin bir narsa var. O olsun şu müstakillik için yüzümüzden kılalaydıgan pidakarlığını kılış. Ben kompüterin altında kılalıgamasam benim pidakarlığım bu. Yağımız $100 ayda bir aylıgamasam pidakarlığım bu. Yağımız bir vaktimde çıkırıp namayışka, uyaga bir hizmetli gibi çıkalıgamasam benim pidakarlığım bu. Ben bunundan cevap vermem. Sen nima uchun mustaqil qilmaysan degandan javob bermayman. Sen qilish yo'lida nima ish qilding degan nuqtada men javob qilaman Allohning oldida. Men nuqtada javob qilaman. Shu ma qarindoshlarimizning ishidimi? Voy sen bu qarindoshlarimiz nima uchun shu qarindoshlarimizni Xitoydan qutuldirib chiqmading deganga javob bermaymiz. Bizning javob berdig'imiz mush qarindoshlarimiz tutilib ketibdi. Bo'pti, endi men ikki qarindoshimni qanday qutuldirib chiqamiz? Ve bu qarindoshlarimizni qandaq şekilde Indoneziya hükümetiga besim qilib, ish olmaydigan mush qarindoshlarimizni izdirigini ve bir şekilde hayat mamatligini Allah'laymiz degan şekilde bu şekildeki hizmetlerge kuchimizni chiqardik. Shu natija bizga o'ylagandek natija chiqamdi chiqmamdi, u Allohga havola qilamiz uni. Natijasini Allohga havola qilamiz. Ama jarayonini sababini o'zimiz yaxshi qilamiz qarindoshlar. Yaxshi qilamiz, anandan keyin bu ishni neticesini Allah'a topshirib, salih qalbimiz nayt, temiz nayt, bir narsani o'ylashmagan, boshqa bir narsaga bog'lab olmagan yoki o'zimizning buni manfaatni aralashtirib olmagan shaklda saf qalbimizni Alloh rizoligi uchun ish qilsak, uning neticesi aman bo'ladi. Shundaq ushur davrida mayli aqliy telefonimiz olsun, mayli kompüterin aldığımız internet şekilde olsun, bir şekilde nurg'un xizmatlarni qila olamiz qarindoshlar. Xitoyning qo'lqavatqini bu. Shunga Xitoy ayaga fan hoçang deb yüzünü tuzsuz sepillerini, uçur aslan tuzsuz sepillerini qurib oldi. Qo'qqanlik uchun, qo'rqmagan bo'lsa echib yutdi. Shuning uchun qarindoshlar, bu uçur davrida, bu uçur texnikalarini qanday foydalanish, ijtimoiy tarmoqlardan qanday foydalanish, bu bek muhim. Mishadi 100, 200, 1000 odam bilgan bir hafta ichida mushuni bir kun tartib ekildi. Mushuni bir kun tartib ekilish balaning ahvolini. O balını ahlayalaydıgan, o balının ahlıqçı sili bilen biz onu pukunç insan hakları tügenç panima pukunç bu qıpmaydı. Bunu fakat yüzümüz qilamiz qarindoshlar. Haq anda debdiken, haq manda debdiken, anda debdi, mamanda debdi. Haq shu haqni olganni hisob qilib o'tirdi. O haqning ishi. Ama bizning ishimiz bu qarindoshlarımızın kim, nereden, qanday kelib chiqqan, nima ish qilgan insonlik ekanligini sizdan biz bilamiz. Sizlar biz buning uchun hərəkət qilishimiz nəhayət mühim deb qarayman qarindoshlarım. Shuning uchun gapimning to'g'riligini qabul qilinglar. Xatoyalar qilib qolsin qarindoshlarım. Hammangiz Janob Allohga tavfiq. Assalomu alaykum va rahmatullohi.